Do'stim, sen yaqinda uylanding-ku, bir hayot qanday? Vapshi zo'r. Umringda ko'rmagan ovqatlarni qilib beradi-yu, kelin bola. Har kuni bir-biridan shirin ovqatli yeysan. Mazali bo'lsa kerak-a. Nima bu Zebo? Tuzonniga chayning suvda sovurma. Yuring foydali. Soat nechida kelsan ham kelin salom kutib oladi-yu. Och eshikni 1,5 soatdan bir turibman. Ishonasanlar, uylangandan keyin baraka kelar ekan. $1000 topayotgan puling $2000 deb bo'lar ekan. Cho'g'sanmi o'rta? Zebo shkafchidagi $1000 ko'rmadingmi? $300 ga atir oldim, $300 ga kosmetika oldim, $400 kosmetologga berdim. Shuncha pulni shat tashladingmi? Ro'zg'orga ketadi-da. Zebo, seni basharang ro'zg'or hisoblanmaydi. Do'stim, yana plus tomonlarini ayt. Pluslari ko'p. Mana kiyimingni qara, qijim bo'lib yotibdi. Uylangandan keyin hamma kiyiming dazmollanaman. Mana kostyumimni qara. Mamtlarini chotki qilib dazmollagan. Oldin yag'ri chiqib, so'laycha bo'lib yurardi, Haqiqatan yoqalarini qara, zo'r dazmollar. Dazmollash uchun nomer